Leksiyamizdan devam, hürmetli vatandaşım. Washington'dan söz davatımız leksiyada size gajırız. Nöbetki leksiyimiz Amerika matbuatları. Amerika bilen Jungo Janubi dengizde hal qilg'uch elishish davriga kirdi dedi mavzuli xabar. 2 ayning 19-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Jungoning Janubi dengizda talash tartish bo'lib atgan orolga. Jungoning Janubi dengiz talash bo'lib turayotgan orolga qo'yib berdigan, ya'ni yerdan qo'yib berdigan ilg'or raketa o'rinlashtirganligi bu yerda talash tartishni texmo keskinlashtirib etdi. Amerika matbuotlari mundaq ko'rsatdi. Jungo dal qattiq vosita bilan Amerikani qaror chiqarishga majburlab, Amerika nihoyat keskin vositalar bilan Jungoning Janubi dengizdagi harakatlarini cheklamdi yo'q. Lekin mayli Amerika tinch yo'li bilan kelsin yoki urush bilan kelsin, Jungo Janubi dengizda allaqachon tayyorlagan paktni endi Amerika o'zgartirmaydi. Prezident Obama bilan Sharqiy Janubiy Osiyo davlat boshliqlari yig'in echayotgan bir paytda Jungo Yongshin oroliga raketa o'rinlashtirgan xabar tarqaldi. Amerikaning tashqi siyosat jurnali 2 ayning 17-kuni bir poch xabarida mundaq ko'rsatdi. Bu ish Jungoning Amerika bilan elishish jarayonida qadam-qadam kuch qo'shayotganligini, hozirgi maydonidan voz kechmaydiganligini, orol yasashni va talash tortish bo'layotgan orollarda qurilish qilishni to'xtatmaydiganligini ko'rsatdi. Jungo demak maydonda yanmaydi degan gap. Növbətdə strategiya və xalqaro tədqiqat mərkəzində Asiya işlərinin nopuzluq moderi Michel Gerin Moşu mərkəzdə həftənin 3-cü günü ötküzülgən Amerika bilan Avropa İttifaqının Asiya işləri boyunca həmkarlığını küçəytiş muhakeme yığınında mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Avropa İttifaqının Asiya işləri boyunca hamkorligini kuzatishni tadqiq qilish yoki muhokama qilish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Amerika va Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlari shundoq tafakkur qilish zarurki, Jungoni o'zining qilgan atkanlariga badal to'laydigan bir ishga majburlashga qo'shilamdi yo'q. Amerika va Amerikaning Osiyodagi ittifoqdoshlari shundoq qilalaydigan bir xatarga qo'shilamdi yo'q. Bu nuqtani o'ylash zarur. Bu orqali Jungoni xalqaro qonunlarga amal qiladigan bir nishonga elib kelgili bo'ladi. Jungoning Janubi dengizda qattiq pozitsiya qo'llanganligi elib kelgan va elib keladigan xirasqa Amerika qanday taqobil turdi degan masala bo'yicha Davlat Majlisida Harbiy ishlar komitetining raisi John McCain mundaq ko'rsatgan edi. Prezident Obama hukumati xatarlik darajasi yuqori bo'lgan sistemini ishga solish kerak. Demak, Jungoga Janubiy dengizda taqobil turish uchun dediki, Amerika Davlat Majlisi Avam Kengash palatasida Harbiy ishlar komitetining raisi John McCain taqobil turishning sharti Amerika yuqori darajalik xatarlik bir sistemini yo'lga qo'yish kerak. Michel Gerin mundaq ko'rsatdi. Amerika, Yaponiya va boshqa ittifoqdoshlar intayin xatarlik usulni qo'llanib, Jungoni badal to'lashga majburlaydigan taktikani huddiga elish kerak.